Pokistondan gapiramiz. BMTdagi diplomat murojaati ortidagi vaziyat nima demoqda? Ukraina droni Rossiyaning qiruvchi samolyotini urib tushirdi. Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi va uni spektakl deb atadi. AQShdan deportatsiya qilingan yuzlab o'zbekistonliklar vatanga qaytarildi. Tramp NATO davlatlariga ultimatum qo'ydi. Spiegel. AQSh Gazpromga qarshi sanksiyalar tayyorlamoqda. Ommaviy axborot vositalari. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Ukraina droni Rossiyaning qiruvchi samolyotini urib tushirdi. 2-may kuni Rossiyaning bir necha hududlarga qilingan keng ko'lamli dron hujumi vaqtida Ukraina qurolli kuchlari Qora dengiz akvatoriyasida Novorossiysk shahri yaqinida Rossiyaning ko'p funksiyali Su-30 qiruvchi samolyotini urib tushirdi. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi huzuridagi bosh razvedka boshqarmasi xabar qilgan. Qayd etilishicha, hujumni Magura nomli dengiz droni amalga oshirgan. Dron samolyotga qiymati $50 million bo'lgan Zur R-73 rusumli issiqlik boshqaruv tizimiga ega havo raketasini uchirgan. Ukraina razvedkasi bergan ma'lumotga ko'ra, qiruvchi samolyot yonib ketgan va dengizga qulagan. Razvedka matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu dengiz dron tomonidan jangovar samolyotni yo'q qilish bo'yicha dunyodagi ilk holat bo'lgan. Ukraina razvedkasining bu bayonotini ayrim rus harbiy blogerlar ham tasdiqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Novorossiyskdan 50 km g'arbda joylashgan hududda ekipajsiz katerdan R-73 zenit raketasi yordamida Rossiya dengiz aviatsiyasiga tegishli Su-30 qiruvchi urib tushirilgan. Zelenskiy Putinning o't ochishni to'xtatish taklifini rad etdi va uni spektakl deb atadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya yetakchisi Vladimir Putinning 8-maydan 11-maygacha bo'lgan muddatda o't ochishni vaqtincha to'xtatish haqidagi taklifini rad etdi. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha, Kiyev ushbu muddatda emas, balki 7-maydan boshlab 30 kunlik to'liq sulh rejimiga tayyor. Bu haqda BBC xabar tarqatdi. Bu katta sahnadagi spektakldan boshqa narsa emas, deb ta'kidladi Zelenskiy Rossiya tomonidan bildirilgan taklifga izoh berib. Ukraina yetakchisining so'zlariga ko'ra, Kiyev hukumati 9-may kuni Moskvada bo'lib o'tadigan paradda Putinga xuddi xalqaro izolyatsiyadan chiqqan kabi ko'rinish yaratishda yordam bermoqchi emas. 9-may kuni Putinga xuddi izolyatsiyadan chiqqan, dunyo bilan munosabatlar normallashgan degan ta'sirot qoldirish uchun hech kim yordam qo'lini cho'zmaydi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Bundan tashqari, Zelenskiy Ukraina g'alabaning 80 yillik yubileyini nishonlash uchun Moskvaga keladigan xorijiy davlat rahbarlarining xavfsizligini ta'minlashga kafolat bera olmasligini aytdi. Uning fikriga ko'ra, mazkur tashriflarning xavfsizligi masalasini Rossiya tomoni o'zi hal qilishi lozim. Tramp NATO davlatlariga ultimatum qo'ydi. Amerika tomoni agar Yevropadagi ittifoqchilar mudofaa xarajatlarini oshirmasa, AQSh prezidenti Donald Tramp NATOning iyun oyida Gagadagi sammitida qatnashmasligi mumkinligi bilan tahdid qildi. Bu haqda Der Spiegel xabar qilgan. Unga ko'ra, AQShning NATOdagi doimiy vakili Matthew Whitaker Yevropa davlatlaridan Bryusseldagi deyarli har bir yig'ilishda mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha oshirishga rozi bo'lishini talab qilmoqda. Avvalgi nemislar amerikaliklar 5% xarajat haqida jiddiy emas, bu shunchaki muzokara taktikasi deb o'ylashdi. Endi esa ular Whitakerning NATO davlatlari pul masalasida harakat qilmasa, Trampni iyundagi sammitga kiritmaslik bilan tahdid qilgandagi gapiga ham ishonmoqda, deb yozdi nashr. Pokistondan gapiramiz. BMTdagi diplomat murojaati ortidagi vaziyat nima demoqda? Pokiston BMTdagi doimiy vakili Asim Iftixor Ahmad so'nggi voqealar fonida mamlakat hech qanday keskinlashuvni xohlamayotganini, biroq o'z suvereniteti va hududiy yaxlitligini himoya qilishga to'liq tayyor ekanligini bayon etdi. U bu haqda Nyu-Yorkdagi BMT qarorgohida jurnalistlar uchun tashkil etilgan brifingda ma'lum qilgan. Ta'kidlayman, Pokiston keskinlashuvga intilmayapti. Bu barcha darajalardagi siyosiy rahbariyatimizning aniq pozitsiyasidir. Biroq biz o'z suverenitetimizni va hududiy yaxlitligimizni himoya qilishga tayyormiz, dedi diplomat. Hindiston bilan yuzaga kelgan taranglik haqida gapirarkan, Ahmad shuningdek Pokiston vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatayotganini va zarurat tug'ilganda BMT Xavfsizlik kengashining favqulodda yig'ilishi chaqirilish huquqiga ega ekanligini ta'kidladi.
Mazkur bayonot 22 aprel kuni Jammu va Kashmirdagi mashhur Pahalgam sayyohlik shahrida sodir etilgan terrorchilik hujumi ortida yangradi. Ushbu hujumda 25 nafar hind fuqarosi va 1 nafar nepallik halok bo'lgan. Hindiston ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, mazkur hujumni amalga oshirgan Lashkar-e-Tayba guruhining ortida Pokistonning mudofaa razvedka xizmati turgani haqida dalillar topilgan. Natijada Hindiston Islomoboddagi elchixonasi xodimlari sonini yarmiga qisqartirdi. Ikki tomonlama suv zaxiralarini taqsimlash bo'yicha kelishuvni to'xtatdi. Pokiston fuqarolarga vizalar berishni chekladi va Pokistonning harbiy maslahatchilarini persona non grata deb e'lon qildi. Shu paytda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi seshanba kuni xavfsizlik bo'yicha yuqori darajali yig'ilish o'tkazdi. Manbalarga ko'ra, u mazkur yig'ilishda Hindiston qurolli kuchlariga terrorchilik hujumiga javob qaytarish usuli, obyekti va vaqtini belgilashda to'liq erkinlik berilganligini ma'lum qildi. AQShdan deportatsiya qilingan yuzlab o'zbekistonliklar vatanga qaytarildi. AQSh migratsiya markazidagi O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi deya xabar bermoqda Dunyo axborot agentligi. 30 aprel kuni AQSh hududida qonuniy asoslarsiz bo'lib turgan va deportatsiya qilinadigan xorijliklar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida New-York-Toshkent yo'nalishi bo'yicha maxsus charter reysi tashkil etildi. Samolyotda qariyb 100 nafar O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari ham bo'lib, ular Toshkent orqali o'z mamlakatlariga qaytarildi. Ularning aksariyati AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tishga uringani sabab migratsiya markazlarida uzoq oylar davomida qolishga majbur bo'lgan. AQSh fuqarolar deportatsiyasini tashkil etgan O'zbekistonga minnatdorlik bildirgan. Biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga 131 nafar noqonuniy muhojirni o'z vataniga qaytarish uchun samolyot jo'natishga rahbarlik qilgani uchun minnatdorlik bildiramiz. Xavfsizlikni mustahkamlash va qonunsuzlikni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston bilan hamkorlikni davom ettirishni intiqlik bilan kutamiz. AQSh Gazpromga qarshi sanksiyalar tayyorlamoqda. Ommaviy axborot vositalari AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Ukraina urushini to'xtatishga intilish belgilarini ko'rmayotgan Kremlga nisbatan yangi iqtisodiy choralarni ishlab chiqdi. Bu haqda Oq uydagi manbalarga tayanib Reuters agentligi xabar qilgan. Nashrning yozishicha, Washington tomonidan tayyorlangan sanksiyalar Gazprom tabiiy resurslar bilan ishlovchi ayrim yirik kompaniyalar hamda bank sohasidagi firmalarni qamrab oladi. Biroq bu choralar Tramp tomonidan ma'qullanmasligi hali aniq emas. Bu to'liq uning qarori, degan AQSh rasmiylaridan biri. Boshqa bir manba esa sanksiya jarayonida AQSh Milliy xavfsizlik kengashi ham ishtirok etayotganini, u Rossiyaga qarshi qo'shimcha jazolovchi choralarni muvofiqlashtirishga urinayotganligini qo'shimcha qilgan. Prezident boshdanoq to'liq va keng qamrovli o't ochishni to'xtatishga sodiqligini aniq bayon qilgan. Biz hozirgi muzokaralarning tafsilotlarini izohlamaymiz, degan kengash vakili James Huey. Bungacha Bloomberg manbalari ham Tramp jamoasi Rossiyani tinchlik muzokaralariga majburlash uchun iqtisodiy bosimni kuchaytirish bo'yicha bir nechta ssenariy ishlab chiqqanini xabar bergan, ammo tafsilotlar keltirilmagan.